O'zbekiston safarda shiddatli o'yinda Eron bilan bahs olib borib 2-2 hisobidagi durangga imzo chekdi va Jahon chempionati yo'llanmasi uchun yaxshi imkoniyatni saqlab qoldi. 25-mart kuni Tehronda bo'lib o'tgan Jahon chempionati 2026 Osiyo mintaqasi 3-saralash bosqichi 8-tur doirasida O'zbekiston Eron o'yinida jangovar 2-2 hisobi qayd etildi. Uchrashuvning 16-daqiqasida Hojimat Erkinov hisobni ochdi. Ikkinchi taym boshida, ya'ni 52-daqiqada Tarimiy hisobni tenglashtirdi. 53-daqiqada Abbosbek Fayzullayev jarima to'pidan gol urib, hisobni 2-1 ko'rinishga keltirib qo'ydi. 83-daqiqada Tarimiy yana bir bor O'zbekiston darvozasini ishg'ol qildi va hisob 2-2 ko'rinishini oldi. O'yin davomida O'zbekiston darvozaboni O'tkir Yusupov bir qancha seyflar namoyish etdi. O'yin yakuniga qadar hisob o'zgarmadi va bahs jangovar durang bilan tugadi. 8-turdan keyin Eron muddatidan avval mundial yo'llanmasini naqd qildi. O'zbekiston esa ochkolari sonini 17 taga yetkazib, ikkinchi o'ringa joylashdi va hamon Jahon chempionatiga chiqish uchun yaxshi imkoniyatni saqlab qoldi. Uchrashuvda termamizda g'alaba qozonish uchun qator imkoniyatlar yuzaga kelgan bo'lsa ham 2-2 hisobi o'zgarmay qoldi. Bahsda ayniqsa CSKA a'zosi Abbosbek Fayzullayevning xatti-harakatlarini alohida e'tirof etish joiz. Uning goli va bahs davomidagi faolligi Eronga eng katta bosh og'rig'i bo'ldi. Shunday qilib Eron 20 ochko bilan muddatidan avval Jahon chempionati yo'llanmasini naqd qildi. 17 ochko bilan O'zbekiston guruhda 2-o'rinda bormoqda va Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekistonning guruhdagi asosiy ta'qibchisi bo'lib qolmoqda. Bugun Birlashgan Arab Amirliklari safarda Shimoliy Koreya bilan bahs olib boradi va bu o'yinda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari Birlashgan Arab Amirliklarini qoqilishini kutadi. Agar Birlashgan Arab Amirliklari mag'lubiyatga uchrasa, O'zbekiston ham muddatidan avval Jahon chempionatiga chiqadi. Xo'sh, agar Birlashgan Arab Amirliklari bugun Shimoliy Koreyaga yutqazsa, biz Jahon chempionatiga rasman chiqamiz. Agar Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreya bilan durang o'ynasa, biz keyingi 2 o'yinda 1 ochko olishimiz yetarli bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklari koreyslarni yutgan taqdirda ham keyingi o'yinda Birlashgan Arab Amirliklari bilan durang yoki Toshkentda Qatarni yutishimiz kifoya, deb yozdi qahramon Aslanov. Jamoamizning keyingi o'yini 5-iyun kuni safarda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bo'lib o'tadi. 10-iyun kuni esa o'z uyimizda Qatarni qabul qilamiz. Demak, bugun mabodo koreyslar Birlashgan Arab Amirliklariga yutqazib qo'ysa, biz keyingi turda arablar bilan kamida durang o'ynashimiz yoki oxirgi turda Qatarni mag'lub etishimiz kerak. Shu holatdagina Kapadze shogirdlari mundial yo'llanmasiga ega chiqadi.